Assalomu alaykum hurmatli bog'bonlar, charchamayapsizlar, yaxshimisizlar? 2025-yil mart oyi 25 mart ekan. Mana hammamizlar bir yoshlik ko'chati mana to'liq tana pishib yetilgan holati. Bir qarich chiqib chiqmaydi. Eng idealniy variant aprel oyi uchun Xudo xolasa inshaalloh 3000 dona ko'chatimiz sotuvga tayyor holatda turibdi. 100% amal olish 100%. 20 santimetrlik tuvakda tagi plyonkasini shunday olib ekiladi. %100 mana tanasini ko'rib tursa, tanasidan bag'ri chiqarishni boshladi. Bu o'ta sog'lom holatdagisi. Xudo xolasa biz hozir barglari yana ham yaxshi rivojlanishi, yomg'irdagi suspenziyalarni amalga oshiramiz. Kimga kerak bo'lsa tayyor ko'chat holatda turibdi. 3000 dona katta plantatsiya qilish uchun ham 2 gektarga yetadi bemalol 3000 dona. Kimga plantatsiya qilish kerak bo'lsa mana shunaqa mayda ko'chatlardan qilishni tavsiya qilamiz. Arzon varianti. Ham tez amal oladi. Juda ham tez amal oladi. Ideal holatda, juda ham ideal holatda chiqariladi. Tanasi ham, tuvagi ham mana kichkina tuvak emas. Diametri katta tuvakka qilingan.